İkinci xotinimga aytaman. Romitanni Jaydarbollar uchun ajoyib yangilik. Atigi 300 ming so'm evaziga Dubayga sayohat qilib kelishni xohlaysizmi? Haqiqatan men xohlayman. Yo'q, ketaman. Boshim olishim. Dubay, Turkiya, Rossiya, siz xohlagan davlatga borib bormoqchisiz, lekin pulingiz yo'q. Kelasiz meni nomimdan. Meni nomimdan kelasiz ana shu yerga. Boshlang'ich to'lovlarsiz 3 oy, 6 oy, 1 yilgacha foizlarsiz kelasiz pulni. Kelishdik-a? Bu yangilikni ikkinchi xotinimga, yo'q, uchinchi xotinimga. Ya birinchisini aytganman. Ha, ikkinchi xotinimga aytaman. Assalom. Men bilan Dubayga ketasizmi? Eshitdingmi yangiliklarni? Biletlar arzon bo'libdi. Ha. Tayyor bo'l jira. Ketamiz jira. 10 kun. Qadrdonlarim, sizlarga manzilni lokasiyasini aytib o'taman. Romitan dehqon bozorini hamma biladi. Shunday qilsangiz ana Embro deb yozilgan aviakassa kelasizlar meni nomimdan. Tezlashib qolinglar. Agar kim birinchi kelsa 10% mi? 10% kitga.